Kunlar isib isishni boshlayapti havo. Hozir 30-35 bo'lsa, vaqt o'tgan sari yozda 40-45 tepada endi 50 gradus abag'ida deb hisoblayverasizlar. O'shaning uchun mana somonni yoyib qo'yyapman, ustidan turpoq yoyapman. Maqsad shu quyonlarga salqin xona qilib berish. Endi boyagi quyon boqish yoshli kelganlar uchun maslahat. Ertangi havo isib ketsa, quyonlar o'lib qolsa issiqdan saqlashga o'tgan yili boshimizdan o'tkazganmiz. O'shaning uchun bu yil oldindan mana somonlarni olib chiqib oldik. Harakatni qilyapmiz. Bittadan like, podpiska bosib qo'yinglar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, quyon boquvchilar. Shunday qilib joyamiz mana. Demak, mana ertadan yomg'ir ko'rsatyapti. Shu yomg'irda bular ilashib qatib qoladi, xudo xolasa. Texnologiya deydi-yu. Yangi texnologiya. Somon shu vaqt. Yana bitta like bosib qo'yinglar, podpiska.